kelajak ustozlari kitobi orqali darslaringizni yanayam samarali qilishingiz mumkin bo'ladi yoki aynan metodik tavsiya va metodik qo'llanma yozganingizda esa ushbu kitob sizga beminnat ko'makchi bo'ladi. Demak, hozir sizga ekran ulashamiz va bu o'yinda qatnashish kerak bo'ladi. Birinchi 10 ta ismini yozgan ustozimiz. Kimlar birinchi ismini yozsa, 10 ta ustozimizni olamiz. O'sha ustozlarimiz qatnashishga ega bo'ladi. O'yin 3 marotaba bo'ladi. Birinchi 10 talikka birinchi ustozlarimiz kiradi. Madina ustoz, menga ism aytib turasizmi? Men ekran ulash qilib saytga kiraman. Boshidan boshladim. Kamola. Hozir ustoz to'xtab bir daqiqa ekran ulab olsam. Ustoz. Demak, biz hozir 30 ta ism olamiz, 3 marta olsak. Aha, ustoz ko'rindimi meni ekranim? Hozir. Ha, ko'rindi. Ustozlarimizga ustoz yana qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tishim kerak. Siz men hozir qo'llayotgan o'yinni o'zingizning darsingizda ham o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun Google ga kirasiz va tepada qarang, Filippeti degan sayt nomi yozilgan. O'shanga random deb kirasiz va ismlar yozilgan. Ismlarni o'chirib tashlaysiz va sinfdagi o'quvchilaringizni yozasiz. Men esa hozir birinchi 10 talikdagi ustozlar ismini yozaman. Birinchi Kamola ustoz, keyin ustoz Munavvar. Munavvar ustoz. Hozir ustoz xato yozdi. Hop. Lobar ustoz. Malika. Malika ustoz. Nigora. Nigora ustoz. Zebiniso. Aha, navbatdagi ustozimiz. Dilnoza. Dilnoza ustoz. Hilola Xurshida. Bo'ldi. 10 ta bo'ldi. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Xurshida ustozdan keyin yana bir nafar ustoz. Loba. 2 ta Lobar ustoz bo'ldi ustoz. Demak, bularni familiyalari ham yo'q ekan. Oxirgisi deb yozib qo'ydim. Anvarimni deb yozib qo'ying. Lobar Anvarovna deb yozdik. Demak, ustozjonlar, hozir barabanni aylantiramiz. Barabanni aylantirganimizdan keyin qaysi ustozimizning ismi chiqadigan bo'lsa, birinchi aylantirganimizdagi ismi chiqqan ustozimizga Madina ustoz kelajak ustozlar interaktiv kursini lichkalariga tashlab beradi, sovg'a sifatida bo'ladi. Sovg'ani olgan ustozimiz esa sovg'ani olganligi haqida xabar qoldirish kerak bo'ladi. Ya'ni biz aldamayapmiz. Haqiqatan ham ularga metodik ish yozishlari uchun kitob sovg'a qilayotgan bo'lamiz. Demak, ustozlarning ismi yozilgan va barabanni aylantiramiz. Bismillah. Demak, birinchi bo'lib Munavvar ustozimizning ismi chiqdi. Ustoz Munavvar ustozimizning lichkasiga tashlab berasiz-a? Albatta. Xo'p, ikkinchi marotaba yana aylantirsak bo'ladi, ustoz? Aylantiring, ha. Bismillah. Munavvar ustozni chiqarmabman. Agar ular chiqib qolsa yana aylantiraman. Nigora ustozimiz, Madina ustozni lichkalariga yozing va sovg'angizni qo'lga kiriting. Men o'zim ularga yozyapman. Xo'p, bo'ladi va uchinchi ustozimiz. Marhamat, barabanni aylantiramiz. Lobar ustozimiz birinchi yozilgan Lobar ustozlarimiz. Demak, biz birinchi o'yinimiz orqali 3 nafar ustozimizni aniqlab oldik va mana shu 3 nafar ustozimizga kelajak ustozlari interaktiv metodik qo'llanmamiz, kitobchamiz taqdim etiladi. Ustoz yana o'tkazamiz.